alaykum hurmatli tadbirkorlar. Bugungi kunda banklarga tadbirkorlar bilan uchrashib, ularning masalalarini, yechilmayotgan masalalarni hal qilib, o'zimizdagi imtiyozli kreditlar taklif qilib, bo'sh ish o'rinlari yaratish topshirig'i berilgan. Bugungi kunda bizning Agrobank Samarqand filiali tomonidan jismoniy shaxslarga va yuridik shaxslarga kreditlar ajratib kelinmoqda. Bunda o'zimiz band qilgan fuqarolarga 50 milliongacha mahalla bankining tavsiyanomasi asosida biznesga ko'mak, ya'ni 12 milliongacha 4 yil muddatga bu ham o'zimiz band qilgan fuqarolarga 25% dan kreditlar ajratilmoqda. Bundan tashqari yuridik tashkilotlarimizga 312-qaror bo'yicha hamroh ayol tadbirkor yo'nalishi bo'yicha yoshlarga bir yo'nalishlarda kreditlar ajratilmoqda. Shundan hozir bugungi kunda 312-qaror bo'yicha 100 milliongacha garovsiz, ya'ni 22% dan kreditlar ajratilmoqda. O'z tadbirkorligini boshlamoqchi bo'lgan 300 milliongacha bo'lsa garov ta'minoti bilan kreditlar ajratib kelinmoqda.